16 sentyabr Qirg'iz-Tojik chegarasida abal qurch bo'lib жатат, tuğanlar ko'rib turasizlar. Abal qurchib ketdi. Andan 2 kun murda Qarabağda bo'lgan bo'lsa tuğanlar ko'rib turasizlar. Eta Niyarlan, eta Bayraktar atvet berish kerak bo'lib qoldi. O'zi tojiklarga ko'rib turganingizlarday tuğanlar videoni taratib qo'yingizlar. Kommentariylar yozib tuğanlar ko'proq odamlar ko'rsin. Alga Qirg'iziston. Сейчас второе БМП подключилось. Обстреливают в сторону Гутыркуча. Возможно, там появились боевики в сторону. Арқауыздан атылады. Давай, красавчик. Biz selermine Kırgızistan. Bayraktarды ishga sala turgan kun keldi o'xshaydi tuğanlar. Bayraktarды qo'yib jiberish kerak, Krakenni qo'yib berish kerak bo'ldi. Ukrainada bayraktar ne qilib atganini baringlar жаңылыктардан көрөткөн болсоңуздар керек. Андай кылбаса же Душанбеге чейин барыш керек. Же бирдеке кылыш керек болуп калды, же Рахманды алыш керек тугандар. Башка айла калбай калды. Тынчтык бербей койду кыргыз элим ал. Капыр. Дия бул Рахман.